Xo'p, bakterial kuyish qanaqa kasallik degan savol yuzaga kelgan bo'lsa, kichkinagina qo'shimcha qilaman. Bakterial kuyish bu urug'li mevalarning kasalligi. Urug'li meva deganda olma, nok, behi, do'lanani nazarda tutamiz va aynan gullash davrida mevali daraxtlar bu kasallikka juda ham chalinuvchan bo'lib qoladi. Faqat bunda harorat hamda namgarchilik juda ham muhim rol o'ynaydi. Agar gullash davrida havo yog'ingarchiliksiz kelsa yoki yog'ingarchilik bilan kelib turib sovuq bo'lsa yoki yog'ingarchilik bilan kelib turib, misol uchun juda ham baland harorat bo'lsa 35-40 gradusdan, bu kasallik tushish xavfi kamayadi. Ammo bu kasallik uchun ideal sharoit 16-18 gradusdan boshlanadi, albatta yog'ingarchilik bilan to 32-35 gradusgacha oralikda juda ham xavfli ko'rinish oladi. Shuning uchun mana hozir haroratni o'zingizlar tekshirishinglar mumkin bemalol. Yog'ingarchilikni ko'rib turgandirsizlar, kuzatayotgandirsizlar. Bu kasallik uchun demak juda ham qulay sharoit yuzaga keldi desa bo'ladi shu holatda. Bu kasallik tushmasdan oldin yuqorida aytganimdek ro'yxatdan o'tgan xavfsiz antibiotiklar bilan ishlov berasizlar. Tushib bo'lgandan keyin shoxlarni kesishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun oldini olgan doim yaxshi. Bizning darsligimiz bor, qiziq bo'lsa, juda ham kichkina to'lov evaziga katta bir ilmni olsanglar bo'ladi, o'rgansanglar bo'ladi. Kesish bo'yicha darsligimizga ham yozilishinglar mumkin. Sog' bo'linglar.